Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz sizlar bilan lidlar sifatini oshirishga yordam beruvchi lid formasini qanaqa qilib yasalishini ko'rib chiqamiz. Lid sifatini oshirishga lid formadan tashqari biz ahamiyat berishimiz kerak bo'ladi. Kreativlarimiz va auditoriyamiz shunga ham ahamiyat berasizlar. Agar sizlar lidlarni sifatini oshirmoqchi bo'lsanglar. Xo'p, bugungi yasalgan formamiz xususiy maktab uchun mo'ljallangan bo'lib, bu yerda biza struktura qo'yganmiz va hammaga tavsiya berardim agar sizlar lid forma yasashinglardan oldin mana shunaqa ko'rinishda o'zlariga mos struktura qo'yishinglarni. Hop, bundan tashqari lid formamizni CJM juda ham uzun bo'lib ketishi kerak emas. Nimagaki qaysidir etapigacha to'ldiradi odam va shu savollar ko'pligidan chiqib ketish ehtimoli yuqori. Kalta bo'lish kerak emas, ya'ni maksimal savollarni berishimiz kerak. Biznes uchun kerak bo'lgan ma'lumotlarni olishimiz kerak. Shunda unikalniy lid forma paydo bo'ladi bizda. Xo'p, unaqa deb boshlaymiz. Mana bu struktura bo'yicha yasaymiz va bu strukturani men Telegram kanalimda qoldirganman. Bemalol kirib, ko'rib, ko'chirib, o'zingiz uchun foydalansanglar bo'ladi. Unaqa deb boshladik. Birinchi hozir lid forma yaratishimiz uchun biz forma yaratishni ochib olamiz. Unda qanday boshladik? Test uchun deymiz. Xo'p, birinchisi salomlashish, ya'ni bizning formaga kirgan odam bilan srazu o'z loyihamiz nima haqida ligini aytishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda menda tayyor. Bu yerda sal xatolik bilan ko'rsatyapti. Zamonaviy maktabga o'zgartiramiz. Xo'p, mana Yakov School Mirobod va Yunusobod tumanida zamonaviy maktab deymiz. Ya'ni o'sha maqsadimiz aniq. Mirobod va Yunusobod tillarini biz qabul qilamiz. Mana shu rayonda yashaydiganlar. Endi opisaniyani beramiz. Opisaniyada shu mahsulotimiz yoki xizmatimizni qanaqaligi haqida kichkina ma'lumot berib ketamiz. Qo'shimcha agar qaysidir hududda ishlagan bo'lsa, o'sha hududni yana berib ketamiz. Qabul Mirobod va Yunusobod uchun degan yozuv bilan. Xo'p. Birinchi salomlashish qismimiz tayyor bo'ldi. Endi undan keyingi etapimiz bu juda savollar, ya'ni lidga kelgan mijozga beradigan savollarimiz. Bu yerdagi eng katta bizani filtrlab beradigan, lidlarimizni filtrlab beradigan instrument bu условия logika deyiladi. Ya'ni logika asosida formamizni yaratamiz. Logika nima desanglar, misol uchun hozir men savol beraman. Misol, siz Mirobod va Yunusobod tumanida farzandingizni o'qita olasizmi degan savolga ha desa, keyingi savollarni men taqdim qilaman. Yo'q desa bo'ldi, formamiz yopiladi. Uzr, bu siz uchun mo'ljallanmagan joy ekan degan narsani berib ketaman. Sizlar ham xuddi shu narsani ishlatsanglar bo'ladi. Biznesinglar, misol uchun agar Toshkent shahrida xizmat ko'rsatmoqchi bo'lsanglar, siz Toshkent shahrida yashaysizmi? Ha, yo'q desa bo'ldi. Forma tugaydi, keyin aytiladi. Xizmatimiz faqat Toshkent shahrida. Ha desa bo'ldi, keyingi savollarimizni ham bersak bo'ladi. Xo'p, условия logikani yoqamiz va birin-ketin savollarimizni berishni boshlaymiz. Tak, mana bu yerga savolimizni olamiz. Ha, yo'q. Beramiz. Mana bizda savol bor. Ha'ni bossa shunda keyingi savollarga o'tadi, yo'qni bossa forma tugaydigan qilamiz. Xo'p. Endi mana javoblar bor. Ha'ni bossish, yo'qni bossish. Logikasi nima bo'ladi? Hozir menda savol keyingi ketma-ketlikdagi savol yo'qligi uchun hali buni tanlamay turaman. Yo'qga уже men zakret formani belgilab qo'yaman. Shunda kimdir yo'qni bossa bo'ldi, forma tugaydi. Endi men keyingi mana ha uchun savollarni tayinlashim kerak bo'ladi. Uning uchun men korotka ответ ham qilib qilsam bo'ladi. Mana bu yerda o'zi tanlov asosida qilingan. Ya'ni misol uchun nechta variant ответ qilib, mana farzandingiz nechanchi sinfda o'qiydi deb bersam bo'ladi yoki oddiy savol ko'rinishida ham bersam bo'ladi. Mana 1 sinf, 2 4-sinf,
beshinchi 7 sinf, yana 8 9 sinf, 10 11 sinf. Endi bu savollarni shu nimaga qarab belgilayveramiz, ya'ni biznes egasini yoki o'zimizning mahsulot xizmatga qarab belgilaymiz. Misol uchun maktabda shu 1-sinf uchun katta ehtimol bilan qabul bo'ladi, bo'lmasa 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11-sinflar uchun. Shunga segmentlab olishimiz uchun auditoriyamizni mana shunaqa savollar berdik. Endi bundan tashqari keyingi savollarimizni beramiz. Farzandingiz qaysi tilda ta'lim olishini xohlaysiz degan savolimiz bor. Keyingisi buni biz korotka ответ qilib ham beraveramiz. Xo'p, butga yana belgilasak bo'ladi. Eng kamida nechta harf, eng ko'pi bilan nechta harf. Buni ochiq qoldirsa ham bo'ladi. Agar sizlarda kerakli qanchadir hajmli gaplar bo'lsa, butga kiritsanglar bo'ladi. Undan tashqari keyingisi bizda raqamingizni qoldiring. Xo'p. Birinchiga davomimiz. Endi mana mashqga telefon nomer kamida 9 talik bo'lishi kerak. Ko'pi bilan 13 talik kodi bilan yozilganda. Agar 2 talik nomerni bir xilda kiritadi, 2 talik nomer uchun yana bo'lishi mumkin 26 tagacha. Endi 26 da ham 13 ham qisib bo'ladi bemalol. Odatda men 13 talik qilaman. Xo'p, undan keyin mana bizning savollarimiz tayyor bo'ldi. Tayyor bo'lgandan keyingi etapda mana shu logikani ulashimiz kerak bir-biriga. Ya'ni siz farzandingizni Yunusobod va Mirobod tumanlarida o'qita olasizmi degan savolimizdagi перейти к вопросу qilib, endi qani bo'lsa qaysi savolga o'tishini belgilab ketamiz. Xo'p, mana farzandingiz nechanchi sinfda o'qiydi degan savolni bunga uladim. Keyingi etapida farzandingiz nechanchi sinfda o'qiydi deganda 1, 4, 7, 9, 11 bosganda qaysi savolga o'tsin deyapti. Bunda farzandingiz qaysi tilda ta'lim olishini xohlaysiz savoliga o'tkazamiz. Переменить эту логику ко всему ответам qilamiz. Shunda hamma knopkani bosishdan qat'iy nazar bu savolga o'tadi. Endi bu savolni tanlaganda oxirgi savolimizga ulab qo'yishimiz kerak. Siz bilan bog'lanishimiz uchun o'z raqamingizni qoldiring degan savolga o'tadigan qilib qo'ydim. Bu yerda endi oxirgi savolimizga отправить formani bosib qo'ysa, end page for leads ulab qo'ysa bo'ldi. Shunda bizda ketma-ketlikdi. Bu savollar xani bossa bunga, bundan keyin bunga, bundan keyin bunga o'tadigan bo'ldi. Endi savollarimizdan tashqari kontaktli informatsiya degan narsa bor. Kontaktli informatsiya bu asosan Facebook yoki Instagramga nomerni avvaldan kiritib qo'ygan bo'lsa, o'shalar asosida to'lib qoladigan qismi. Endi botga biza o'z ma'lumotlaringizni tekshiring va aniq kiriting deb yozib ketsak bo'ladi. Undan keyingi etapida biza nima kerak mijoz tomonidan bizga full name, ya'ni to'liq ismi va telefon raqamini yana kiritishni so'rayapmiz. Bundan tashqari sizlar bemalol yana qo'shimcha informatsiyalarni olsanglar bo'ladi. Xo'p, undan keyingi etapida biza mijozni ma'lumotlarini olib qo'yamizmi, uni qanaqa ishlanishi bo'yicha o'zi yo'riqnoma berib ketishimiz kerak. Ya'ni uni nomeri qancha bizda saqlanadi, qanaqa obработка bo'ladi, shular to'g'risida o'zi ma'lumot berishimiz kerak. Mana shu ссылка qismiga o'zi bitta sayt qilib joylab qo'yishimiz kerak, mijoz tanishishi uchun o'zining ma'lumotlarini. Lekin hozirgi kunda bizda bunaqa aktual bo'lmagan hisobiga Instagram просто link qo'yib ketsak bo'ladi. Xo'p, oxirgi qismi ikkita oxirgi qismi bor. Birinchisi ko'rib turganinglardek lead bo'lib tushsa, oxirgi qismi nima ko'rsatadi, lead bo'lmasa nima ko'rsatadigan joyi. Xo'p, endi leadlar uchun murojaatingiz qabul qilindi. Siz bilan tez orada bog'lanamiz. Aloqada bo'ling. Yani test yozib ketaman. Endi qaranglar, shu joyda ham bitta
qo'shimcha yaxshi nima instrument. Har doim iloji boricha Telegram kanal bo'lsa, Telegram kanalga lead bo'lib tushgan odamlarni Telegram kanalga o'tkazishga harakat qilinglar. Shunda u yerda yana ham progress bo'lib, sizlardan sotib olish ehtimoli baland bo'ladi. Bizni kuzatish uchun Telegram kanalimizga obuna bo'ling deymizda. Перейти на sayt qilib turib, Telegram linkimizni kiritib qo'yamiz. Shunda mana yozuvga Telegram yozib qo'yamiz. Buni o'zi ko'proq uzunroq yaxshiroq yozsa bo'ladi. Endi vaqt ketmasligi uchun mana shunaqa ko'rinishda berib ketdim. Endi qaraymiz. Bu bizga to'g'ri kelmaydigan odamlarga chiqadigan mana shunaqa oxirgi etapi. Bunda farzandingiz ta'limiga e'tibor berganingiz uchun rahmat degan shablondan foydalanamiz. Keyingisi qo'shimchasi. Biz tushuntiramiz Yunusobod va Mirobod tumanida ishlashimizni. Yani Telegram, ya'ni bizani klient bo'lmasa ham kanalimizga obuna bo'lsa, qachondir bizani klient bo'lib qolishi mumkin. Yoki yaqinlariga tavsiya qilishi mumkin. Yozamiz bo'ldi shu bilan mana oxirgi lead bo'lmaganlar uchun oxirgi ko'rinishi, leadlar uchun oxirgi ko'rinishi. Bundan tashqari bizda savollarimiz ketma-ketlikda keladi. Keyin sozlash formini bossak, nomimiz ishlatilgan ekan. Test uchun maktab, xususiy maktab deb keta qoladi. Xususiy maktablarga. Hop. Dali. Hozirgi xatoli formani nomi oldin bo'lgani uchun, takrorlanayotgani uchun berdi. O'shanga hozir boshqa nomni keltirdim. Sozlash forma knopkasini bossak bo'ldi. Bizda lead formamiz tayyor. Endi bu sizlarga nimaga yordam beradi desanglar, bu sizlarni leadlarni, kelayotgan leadlarni filtrlashga va filtrlangandan keyin sifatini oshishga yordam beradi. Xo'p, hammalarga rahmat. Agar video foydali va mazmunli bo'lgan bo'lsa, bitta like qo'yasizlar, bizani kuzatib boringlar. Keyingi videolarda yana foydali ma'lumotlar bilan bo'lishamiz.